Mana ikkita matka, ikkita endometriy ko'rdingizmi? Ikkita matka, ikkita endometriy turibdi. Alohida Mana bitta. Mana ko'ryapsiz, o'rtada bular bo'linyapti. Pastga tushayotganda bo'linyapti. Uni shaykasi alohida chapga qaragan, buni shaykasi alohida o'ngga qaragan. Ko'rdingizmi? Ikkita qizingizda matka. Ular alohida. Mana ikkalasi ham ishlaydi. Bu prosta перегородка emas, ikkita matka. Ikkalasi ham ishlayapti. Tuxumdonni hozir endi ko'ramiz. Bitta shaykasi chapga qarab, o'ngga qarab qayildi, ikkinchisi chapga qarab qayilyapti. O'shaning uchun buni matkasi katta bo'lganiga adenomyoz deb aytishadi bu qizchaga. Lekin matkasida achaklar ko'rmadik, adenomyoz achaklar ko'rmadik. Endometriysi ikkalasi ham qalin bo'lib turibdi. Bu deganimi? Endi menstruatsiya kelish zadержка bo'lmadimi? Hali kunini o'tmadi. Endometriy yaxshigina o'sdi. Mana qara, mana shu yerda serdichka bo'lib turibdi-da. Endometriy, bunda endometriy ham ikkita bo'lishi kerak. Mana to'xtang, qo'lingizni qo'yib turing. Uzating. Anaqadan zo'r ko'rinadi. Oyoqni uzat, oyog'ingni uzat. Shekilni uzat ekanda bunda. Ey xudoyim.